Assalomu alaykum, akalar, hormaylar, yaxshimisizlar? Tak, deyarli alhamdulillah yetishganlarni xohlasa tugatib oldim oshxonamiznikini. Endi samotot yetishga buyog'larimiz o'zi ishlayapti. Inshaalloh motor o'rnatildi, motor yoqilgan, ishlayapti. Eng asosiysi uchala teshik baravar tortyapti. Nima uchun unaqa deyapman? Men bu o'rtaga motorni qo'yganim uchun. O'rtaga motorni qo'yganman. Motorni qo'ygandan keyin motor tortishini shu tarafga bir xilda bo'lishimiz kerak. Bir xilda bo'lish uchun men nima qildim? Allohning izni bilan mana bu yoqqa mana bu devor qildim. Bu yoqdan ham bu devorimiz motorni o'rtasida turibdi. Shunda tortayotganda bu yoqdagi alohida motor bo'linmasini ikkiga bo'lib beradi. Allohga shukr, shu ishimiz ish berdi. Allohga shukr, ish beryapti. Xudo xolasa endi buni bitta ustini chiroyli bola qilib qo'ysak, inshaalloh gipsga bilan yopib qo'yamiz. Okalar, kuzatuvda bo'lamiz. Inshaalloh like, komment, obuna bo'lish sizlardan aylansin. Joningiz sog' bo'lsin.